Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet münasebetlik bölümde tüvendik babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh şundaktaydı. Taharet fakat oldu ve keyin maq'attillam bir nas çıkka vaqtida taharet elish lazım deb qaraydigan kishilar haqida dedi. Demek bu babdan şu oldu ve keynidin maq'attin şu cinsi a'zanın oldu keynidillam bir nas chiqsa taharet sunudu, qolgan yerdan bir nas chiqsa taharet sunmaydi deb qaraydigan bir qism islom olimlari bor degan bir yakunni yig'inchiqlab o'tishi kerak bu orqali. Çünkü bunun delil sübtüde Allah subhanahu ve taala sizlarning biringlar taharet qilsa degan oyatni keltirganda estaizu billah av jaa ahadun minkum minal ghaiti taharet qilish uchun kelsa degan bo'ladi. Demak bu oyat shu oldi keynidillam bir narsa chiqqan vaqtida taharetning sundiganligiga dalil deb qaragan. Şunlaşqa İmam Ato degan ulamo bir odamniki maq'addin ya'ni keynidin qurut chiqqan bo'lsa yoki o'zing oldi a'zosidan bir o'xshash bir jonliq kichik hamda ashta narsalar chiqqan bo'lsa-mu qayta taratilish kerak deb qaragan. Bu asosan bek nodir avvallar, ya'ni bu mubolig'lashtirish orqali bu kalimani keltirib, ya'ni mushta narsa chiqqan taqdirdami chuqum taratilish kerak deb qaraganda bular oldi keyni degan shart asos qilib turib. Amaliyotda bunday narsalarning chiqishi nadir. Kam uchraydigan narsalar bunda chiqqan vaqtida taratning buzilmaydiganligi haqida ulamolarning boshqa ko'z qarashlari mavjud bu jihatda. Ammo Jabir ibn Abdullah degan sahoba shunday deydi. Namozni bir odam qaqoqlab kulgan bo'lsa, bu odam namozni qayta o'qiydi, taratni qaytlamaydi degan. Ama Hanefi mezhepte taharetni mi qaytlaydi, namozni mi qaytlaydi deb qaralgan. Bularning dalil isboti nima ekan? Amma Hasanul Basri bo'lsa kerak. Amma Hanefilarning bu jihatda shu namozda qaqoqlab kulgan odamniki taharet buzildi degan haqida sahih bu mug'ariq bir hadisni bular dalil qilganligi ko'rinib turibdi. Hamda Hasanul Basrining deyishicha bir adam çaç aptı, başına çeçini aldırıptı, ya ki tırnakını aptı, ya ki öteklerini saptı, bu adamki taharet eliş şart emez. Hatta Abu Hureyre radıyallahu anhu taharet degen bitaretliktin, yani taharet sundağı vaxtıda taharetsiz haletteki adamki taharet gerek, taharet sunulmayan ahvalısı da bu adamki taharet eliş şart emez degen. Ondaqda Hasanul Basri'nin nazarı da bir adam namaz o'qib bo'lgandan keyin masalan o'zing mesela o'taklariga yoki paypoqlarga mashay qilib namoz o'qib bo'ldi-da, shu orliqda bir orom olish uchun o'taklarini silib o'tibdi-da. Silib o'tgan bo'lsa, bu odam yani mashay qilgan o'takda bu. Bu odam yani taharatlanmay o'ziniki shu taharati mavjud, yani keyingi namozni yani shu taharat bilan o'qisa bo'ldi demakchi. Amaliyotda mashay qilingan o'takni silib o'tgan bo'lsa-mu. Hem Cabir radıyallahu anhu'da rivayet kılınıp deyişçe Peygamber aleyhissalatü vesselam Zatur Riqa deydiğen bir uruşta bir adamga o'q tegib bu adam şu namazlık halatda şu vaqtda qon chiqayotgan bu adam ruku qilib sajda qilib namozlarini davom etavergan dedi. Demak qon chiqsa taharat sunmaydi degan dalilga mush hadisni ishlatgan bular. Hem Hasanul Basri rahmetullah aleyh shundoq deydi. Burun musulmonlar özü yarlangan halette, kan eqiyotgan halette namazlarını o'qiyveradi deydi. Tavus, Muhammed ibn Ali, Ata, Hicaz ahli degan aynı vaqtida shu Mekke, Medine, Taifning ulamalarına asas qildi. Bular Mekke, Medine'niki. Bular hammasi qon chiqsa taharat sunmaydi deb qaragan. Hatta Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu'niki bir yüzdeki bir modoni siqqan vaqtida qon ketgan. Bu adam taharet almagan dedi. Abdullah ibn Abi Avfa bu mühati büyük sahabelardan. Bu kişi mi bir tüküz kan tükügende
lekin namozni o'qiyvergan tayyorlanmagan deydi. Abdullah ibn Umar ve Hasanul Basri ile şundaq deydi. Bir adam hicam qıptı, yani kan aldırıptı bedenden. Long qo'yib kan aldırgan bir iş vardı. Bu adam şu kan aldırgan yani jüveslan buldu deb qaragan. Yani tayrat ili şart emas deb. Demek İmam Buxari rahmetullahi aleyhiniki nazar edimi, muş qaraşı güçlendiriş gerek. Ama Hanefi mezhepte buna deb qaramaydı. Lekin Hanefi mezhepte kan yağılmagan, akmagan kan bolsa tayrat sunmaydı ama kan aqqan bolsa, yağlagan bolsa iqib bu vaqt tayrat sundu deb qaragan. Bu jihatda shu tayrat sunmaydi degan qarash kuchliroq. Dalil, isbot, hadis va hamma jihatdan. Shu xo'sh, hamda tabiinlarning va bir qism sahobalarningki bu vaqtdagi ko'z qarashlarini biz anglab chiqdik. Hamda 176-numurliq bu hadisda İmam Buxari rahmetullahi alayh bizga Adem ibn Abi Iyas hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Buxarining ustozi boshda o'tdi. Bu kishi deydi bizga İbn Abi Zi'b degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu kishining ismi Muhammad ibn Abdurrahman boshda o'tgan. Bu kishi Said al-Maqburiydin, bu kishi Abu Hurayradan. Bu yerdagi 4 ravi boshda hammasini tarjimali o'tgan raviylar. Abu Hurayra degan sahobi shunday deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan edi dedi. Bir odam banda yani musulmon odam masjidda bir namozni saqlab turayotgan bo'lsa, kutib masjidda o'tirgan bo'lsa, bu odam yani shu namozning ichida bo'ladi. Navoda tayrat sindirib qolmasa dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu nimani ko'rsatadi degan vaqtda bir odam peshim namozini saqlab o'tiribdi-da, namozni kutib ya 5 minut ya 10 minut burun namozga kiribdi. Bu odam yani peshim namoziniki ajrni ilib saqlab turdi degan bo'ldi. Demak, bu namozga oldin tayyorlik qilish, oldidan kutib o'tirish, shu namozning yana ayrim alayda bu ajrlik bo'lganligini ko'rsatyapti bu jihatda. Shuning bilan bir ajami odam mundaq deb. Ajami odam deganimiz shu arab tilini toz yaxshi bilmaydigan yoki bir arab bo'lmagan bir odamda gapni ta'sirrak masalan tushundirdigan. Bu her adam debdi Abu Hurayra bu hadis degan qanday kelima deb so'rabdi-da. Chunki Ayshada bitarat ma'nosini ishlatadigan so'z hadis so'zidir. Yani bu bitarat degan gapni tushunamay bu ajam adam Abu Hurayradan so'rabdi-da. Abu Hurayra radhiyallohu anhu javob berib, u demak yani ovoz demakdir. Yani usroq demakdir deb javob bergan. Yani bir odam usroq sanmagan bo'lsa, namozda o'tirib, masjidda namozni saqlab, tayyorlab o'tirganlar bo'lsa, bu odam namozni saqlab turganlikning ajri namozning ajrini olgan bilan barobar degan. Ulamolar bu hadisga ilova qilib qo'shimcha bir odam peshim namozini saqlab o'tirgan bo'lsa, peshimning ajrini oladi. Bomdodni saqlab o'tirgan bo'lsa, bomdodning ajrini oladi. Asrni saqlab o'tirgan bo'lsa, asrning ajrini oladi deb shunday degan. Hamda İmam Buxari rahmetullahi alayh 177-numurliq hadisda bizga Abul Valid hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Abul Valid Tayalisi nomi bilan mashhur bo'lgan büyük muhaddis İmam Buxarining ustozi boshda tarjimali o'tgan. Bu kishi deydi bizga Sufyan ibn Uyayna Zuhridan hadis so'zlab bergan edi dedi. Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri mashhur ulamaning davridagi. Bu kishi Abbad ibn Tamim'din. Abbad ibn Tamim'ning tarjimali boshda o'tganda bu kishiningki tog'isi bor ekan. Undaqda bu Abbad ibn Tamim tabi'in bo'ladi. Tog'isi kim o? Tog'isi Abdullah ibn Zayd al-Mazini. Bu kishiningki tarjimalimi boshda o'tib bo'lganlar. Bu kishi hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadis rivoyat qilib, Payg'ambarimiz shunday xitob qilyapti-da. Bir odam masjidga oldida bo'lish kerak bu xitob. Bir ovozni anglamay turib, ya'ni bir usroq ovozni anglamay turib, yoki pusida chiqqan yelni anglamay turib, yoki es qilmay turib, bu odam masjiddan qaytib chiqatmisin. Yani tertib sunday deb chiqatmisin. Yani shak bilan, gumon bilan chiqib qolmisin degan. Demak bu hadismi shu oldi keynidan
chiqarilgan narsalar orqali ta'rif sunadigan mazmunlar aks etilgan hadislarningki qatorida. Endi İmam Buxoriy rahmetullahi alayh 178 numaralı hadisda bizga Qutaybat ibn Sa'id degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu kishi deydi bizga Jarir ibn Abdulhamid degan kishi A'mashdan hadis so'zlab bergan edi dedi. A'mash Sulaymon ibn Mihron nomi bilan mashhur. Asli A'mash bu odamniki laqimi. A'mash Munzir yani Abi Ya'la Savri degan kishi. Bu kishi Muhammad ibn Hanafiyyadan rivoyat qilib deydi. Muhammad ibn Hanafiyya Ali ibn Abu Talibning o'g'li. Yani Ali mundaq degan edi debdi-da bu odam. Ali o'zining dadisini demoqchi. Men nayet mezilik adam edim deydi. To'labak mezi chiqadigan. Mezi bu odamning shahvati bak g'olib kelgan vaqtida, kuchib ketgan vaqtida chiqadigan nayet yenik suyuq bir su. Men hayo qilib payg'ambarimizdan so'rashdan sal hayo qilib qoldim. Miqdod ibn Aswadni avatib bir so'rab boqishni buyursam, so'rabdi ekan payg'ambarimiz mazi chiqqan vaqtida taratilish shart, taratilish kerak deb shunaq deb javob beribdi dedi. Bu hadis boshda bir o'tdi. Uning ustiga bu hadisni rivoyat qilgan raviylarning tarjimalimi boshda o'tib bo'lgan. Bu hadis 132 numaralı hadisda o'tgan. İmam Buxoriyning bu hadisni qaytib bu yerga akilishida hamda bu hadisdan shu oldi keyindan chiqqan narsalarga dalil qilish uchun bu hadisni yana bu yerda qayta takror aklyapti. Endi 179 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Sa'd ibn Hafs degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu İmam Buxoriyning ustozlaridan boshda tarjimali o'tgan Abu Muhammad at-Talhini bilan bu kishi deydi bizga Shaybon hadis so'zlab bergan edi dedi. Shaybon ibn Abdurrahman an-Nahvi nomi bilan boshda tarjimali o'tgan. Abu Muaviya kunyasi bor. Yahya degan kishidan Yahya ibn Abi Kasir o'zi tabi'in. Ata ibn Yasar degan adam bu kishining tarjimalini o'tganda Abdullah ibn Abbas'ın shogirdlaridan. Bu kishiga xabar berib mundaq debdi. Zeyd ibn Xolid degan adam buningga deb beribdi. Zeyd ibn Xolid kim mundaqda? Al-Juhani nomi bilan mashhur bo'lgan buyuk sahoba. Boshda shu nasihatda g'azablanish degan bobda bu kishining tarjimasi boshda o'tib bo'lgan. Bu kishi Osman ibn Affondan mundaq bir savol so'g'anligini, shu savol qarta bir javob berganligi haqida Ata ibn Yasarga xabar berib mundaq debdi. Osman ibn Affondan so'rab dedim men dedi. Bir odam ayollik munosabat qilibdi ayoli bilan. Shu vaqtida meni chiqmabdi. Ya'ni suv kelmabdi. Qanday qiladi desa, Hazrat Osman radhiyallohu anhu namozga tarat olgandek tarat ilib o'zining jinsiy a'zoyini yuyitdi deb shunday deb javob berdi. Osman ham mundaq debdi. Payg'ambar alayhisolatu vassalamdan ashta anglagan edim. Hatto o shaxtda Ali, Zubayr, Talha, Ubay ibn Ka'b qatorliq sahobalardan so'radim. Ular ham ashta qilishga buyurgan edi deb javob berdi. Amaliyotda bu hadis İslamiyatdagi dastlabki mezgillarda shunda qaralgan. Keyingi mezgillarda mayli bir narsa chiqsin, chiqmasin, ayollik munosabat o'tkazgan vaqtida cho'qim usul qilish vojib deb qaralgan. Ya'ni bu hukmni keyingi hukm amaldan qoldirgan degan qarash İbn Hajar Asqalonininki Fathul Barida muayyan ko'rsatilgan. Biroq men shundan qarta bir voqeani so'zlab o'tsam, vatanda 97-yillari bir kishiningki bir ulamoning mushadisini asos qilib turiblar, mush hukmni berganligi to'liq esimda. Demak, shu nasikh mansukh bir oyatlarning hadislarningki tarixiy jarayonni, oxir ko'rinishini, bog'lanishini bilmagan ahvol ostida hukm berish toza oldiranglik deb o'yladim. Shuni qarab. Endi İmam Buxoriy rahmetullahi alayh 180 numaralı hadisda bizga İshaq hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu İmam Buxoriyning ustozlaridan İshaq ibn Mansur degan kishi.
Bu kishi deydi bizga Nazr, yani Nazr ibn Shumayl degan kishi bo'ladi. Bu hadisga raviylarning tarjimalari asosan o'tgan. Bu kishi deydi bizga Shu'ba Hakamdan dedi so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba ibn Hajjaj. Hakam bo'lsa Hakam ibn Utayba degan kishi shu. Hakam degan kishi Zakwandan. Zakwan hamda Abi Salih nomi bilan mashhur. Bu kishi Abi Sa'id al-Khudri'dan. Abi Sa'id al-Khudri Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng buyuk sahobalardan. Dadisi Uhud urushida vafot bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishilarni yo'qlab o'zi kelgan bu bolalarni. Rasulullohning iltifotiga erishgan buyuk sahobalardan. Bu kishi deydi, haqiqatan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ansorilardan bir odam avatgan edi deydi. U odam jug'urib kelibdi-da shu orliqda. Beshi, ya'ni chochlari taram-taram suv eqiyotgan, ya'ni 5 yo'l olati kelibdi. Payg'ambarimiz sizni oldiritib qo'ygan o'xshaymiz-a deb shunaqa debdi. Bu Rasulullah'dagi bu adab axloq, ya'ni sal bizni asli Rasululloh unda demaslik kerak. Rasululloh bir buyuk maqomdagi bir kishi. Shunda bo'lsa-mu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ziniki bundoq mutlaq bir adab axloq egisi bo'lish nimasi bilan bir insonning psixikasiga qalbiga eng yaqinlik so'zlarni ishlatib, sizni biz oldirtib qo'ydik nima deb oldidan azroq uzrlik mazmunni bildiryapti. Akish debdi, "Asal shuna bo'lib qoldi" deb javob berdi-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaqa debdi. Fathul Bari'da ve başka şeriylerde ko'rsatilishicha, bu yerdegan oldirtib qo'ydik nima degani Payg'ambarimiz bilgan, his qilgan tarafi bu ayollik munosabat qilayotgan paytganda bu kishiniki. Shu Rasululloh to'lidi degan anglagan zamotlam bu kishi darhol ishini to'xtatiblam ayollik ishini. Bu odam juyuniblam kelgan ekan. Payg'ambarimiz buni bilib debdi-da, agar sen mushta bir oldirib qolsang yoki oldirash bir avval yuz berilib qolsa yoki qahatchilik bo'lsa dedi. Qahatchilik degani emas, bu kinoya gap. Ya'ni sendan meni chiqmagan bo'lsa shu orliqda sen darhol tarat olsang bo'ladi degan. Aslida bu sahobining ismi Itban ibn Malik ekanda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir Quba tarafga ketib o'tib bir kuni o'sha odamning uyining oldida mush kishini to'lg'an gapganda, Itban deb to'lislam shu darhol ishtini so'rablam chiqqan boshlari yo'l holatda. Endi bu kishimi Payg'ambarimiz bilan junub kurashmay deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Darhollamda ishni to'xtatib chiqqandan keyin Payg'ambarimiz hamma avvallardan his qilib tuyib shu avvalni tushuntirib o'tgan. Demak bu avvallar shu ayollik munosabatda meni chiqsin chiqmasin g'usl vojib degan hukm muayyan bekitilishdan burungi bo'lgan avvallar. Keyin bu hukmlar hammasi asosan amaldan qolgan. Bu hadisga Vahb degan kishimi ergashma qilgan, ya'ni bu hadisning boshqa shakllar bor. Bu kishi dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi. Abu Abdullah debdi, ya'ni G'undar demidi. Yahya Shu'badan tarat ilish vojib deb mushni bildirilgan debdi. Dersimiz bugün müşahede buldu ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.